Assalomu alaykum, Chorva do'konlari hurmatli obunachilari. Xudo xolasa, egizni zo'rlardan topib qo'ydim 5 ta. Ular ham o'ta arzon, yengil narxlarda. Ularni bir ko'ringlar, keyin baho berasizlar narxlariga. Xudo xolasa 5 ta egizay, 5ovini ham bolalari, 3 tasiniki sovliq. Bitta qo'chqabda sovliqdan qolganligi qo'chqor. Ularni bo'yi ham 80-85 plus. Tishiga kelgan bo'lsak, tishi 4 ta, 6 ta. İçinde qarisi yo'q. Mana bolalar. Qo'ylar qiziljon, kashtan yaxshi qo'ylar. Qo'chqarda ham udari qo'shilgan. Mana bolalarni ko'ring. Boshqalar o'zlari hammasi dahshat. Qo'ylarimiz ideal, hammasi yosh. Baraka topasizlar lekin, yaxshi qo'ylar. Haqiqiy shifozi bo'lsa, egiz olaman bo'lsa, egiz boringni egiz. O'zimiz ham egiz, qo'ylar ham egiz. Egizda bir xislat bo'ladi-da baribir. Egiz boqsalaring yaxshi bo'ladi xudo xolasa. Egiz xislat deydi-ku. Qo'ylar ma'qul bo'lsa, nomer qo'yib qo'yamiz pastga, aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa, O'zbekistonda qayerga bo'lsa yetkazib beramiz. Yetkazishdan muammo, dastlabkidan muammo yo'q. Aliyo desalaring, ishni bitiraman. Bitta olasizlarmi, ikkita olasizlarmi farqi yo'q. Qo'yib ko'ringlar.